Assalomu alaykum. Men Tojikistondan. Meni ayolim 20 yil grija disk edi. Xudoga shukr, sizda giyohlaringizni ichib tuzaldik. Rahmat, sog' bo'ling. Va alaykum assalom. Shifo bergani chin bo'lsin. Inshaalloh Alloh taolo qaytib bu kasallik bilan qiynamasin. Mana shu o'sha grijani ajali degan giyohimiz. Bir kurs licheniyasi 15 kun bo'ladi. Faqatgina buni ichishdan oldin oshqozoningizda yara bo'lmaslik kerak. Ayollarda homiladorlik bo'lmaslik kerak. Bu holatda bo'lsa oshqozonda yara bo'lsa yarani ochib qo'yadi. Homilani tushirib qo'yadi. Mana shu holatlar yo'q ayollarda bersak bo'ladi, xudo xolasa. Buni ichish jarayonida agar og'riqlaringizni qo'zg'ab, grijalaringizni misol ozgincha og'riyotgan bo'lsa ham undanda bir necha barobar og'riqni kuchaytirib yorsa, bilingki umuman yo'qotib yuboradi xudo xolasa grijani. Ko'ngilni to'q qiling. 10 tadan 7 ta odamda zo'r natija beryapti. Bu degani 70% odamda o'zgarish bo'lyapti. 30% odamda o'zgarish bo'lmasligi mumkin. U grijalar bunga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi bilan aytish mumkin, men olib ichdim, umuman foyda ko'rmadim. Demak, sizga grijangiz bunga taalluqli bo'lgan grija emas. To'g'ri tushunish kerak. Buyuragingizda tosh tuz bo'ladimi? Xudo xolasa tushirib beradi. Siydik yo'lingizdagi muammolarni tushirib beradi. Tuz bo'ladimi, yallalanish bilan, shamollash bilan yo'qotib beradi xudo xolasa. Sanoq degan giyohni qo'shimcha qilib bersak, jigar rakigacha foyda beradi. Juda zo'r narsa bu. Shuning uchun biz grijani ajali deb nom berganmiz bunga. Xudo xohlasa, kimda osteoxondroz, grija bo'lsa, ikkilanmasdan olib iching. Agar siz bir kurs lecheniya olib ichdingiz, o'sha aytilgan holatlar kuzatildi. Og'riqlaringiz kuchayib ketdi, boshqa qildi, giyoh tugash jarayonida ancha yengillab qoldingiz. Demak, foydasini sezdingiz. Qolgan 3 kursini ham olib iching. Buni to'liq kurs muolajasi 4 kurs bo'ladi. 4 kursdan keyin kamida 3 oy umuman bu giyohni ichib bo'lmaydi. Sabab organizmdagi kerakli ortiqcha tuzlarni ham eritib tashlab bo'lmaydi. Boshqa kasallik kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun buni eng maksimalni ichish jarayoni 4 kurs. 15 kun ichasiz, 15 kun dam olasiz. Shu tartibda davom etadi. Xudo xohlasa umuman grija yo'qolib ketadi. Tajribamizda o'tyapti bu narsa. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib desangiz YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqilaveradi. Joninglar sog' bo'lsin.